Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, sog'misiz? Salomatmisiz? Rahmat. Tug'ilgan kun tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Nasibaxon opa bilan bog'landim opajon. Aha. Bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog'u omon, baxtli, saodatli yashamoqlikka Robbimni o'zi musharraf aylasin inshaalloh. Rahmat. Doim kulib yuring, eng baxtli inson bo'ling. Baxtingizni hech kim hech qachon yo'qqa chiqara olmasin. Opajon, bugun sizni tabriklash uchun tabrik jamoamizga chiroyli, sara samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabriknomani kim, qaysi bir yaqiningiz, qadrdoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Uydagilarimda. Kimdan ko'proq taxmin qilib ko'rasiz? Xo'jayinimmi? Yana kim bo'lishi mumkin? Xo'jayinim, farzandlarim. Ammo biroz adashyapsiz. Adashyapman? Xuddi shunday, yana kimdan bo'lishi mumkin? Boya ham bitta tug'ilgan kun tabriklar chiqib ketgandi-da, o'shanga aytyapman-da. Bilmadim endi kim bo'lishi mumkin? Kimdan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Jon jigarlar, mehribonlar orasida kimdan taxmin qilib ko'rasiz? Shu yaqinlarim, bilmadim, opalarim, singillarim, akalarim, ayam. Opajon, sizni judayam yaxshi ko'rguvchi singiljoningiz o'zini sara samimiy niyat tilaklarini Go'zalxon opa bugun sizga armog'on qilib qolibdilar. Qolaversa ular bilan birgalikda. Rahmat. Dadajoningiz Nurali ota, onangiz Gulbahor aya, opangiz Feruza opa, akangiz Alisher Azamat aka, yangalaringiz Zarnigor, Matlubaxon opalar, jiyanlar, qolaversa kuyovingiz Jahongir aka, jiyalaringiz Jasmina, Zarnigor, Jaloliddin, Ibrohim va barcha yaqin qadrdonlar eng go'zal sara samimiy niyat tilaklar tabriknomalarni sizga armog'on qilgan ekanlar, sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat. Katta rahmat. Ularning yoshlarga kirsin. Ilohim inshaalloh. Doim sog' omon bo'lsin. Inshaalloh, ilohim opajon. Aytganingiz kelsin, mehr-oqibatingiz sira ham hech ham yo'qolmasin, ko'zlar, nazarlar tegmasin deb qolaman va biroz qimmatli vaqtingizni olaman. Sizga atalgan tabriknomalar bor, o'qib eshitiraman. Nima deysiz opajon? Mayli, xo'p. Marhamat, qabul qilib olasiz. Dilkashim, munisam, mehribonginam. Onam xislatlari namoyonginam, dardkashu haqiqiy do'st bo'lgan opam. Assalomu alaykum, meni mehribonim, jonajon, aziz opajonim. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman opajon. Bir uyda ulg'aydik, bir osmon ostida orzu qildik. Bugun yo'llar boshqa, manzillar boshqa. Lekin sizni ismingiz duo qiladigan insonlarim ro'yxatida hali hamon birinchi. Opajon, opa-singil bu masofa ayira olmagan, vaqt eskita olmagan, shu qadar chiroyli mehr, muhabbatga to'la rishta ekanki, buni so'zlar bilan ta'riflab berish juda ham qiyindir. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Vaqtimga doim omon bo'ling deyman.
Ilohim, birgalikda Ka'batulloh, Makkatulloh, Madinalarga bormoqlikni, Allohning baytida mehmon bo'lishlikni, go'zal hoji opa-singillar degan unvon maqomlarni olib yurmoqlikni nasib qilsin Allohim. Sizni tabassumingiz hamisha xonadonimizga fayz bag'ishlaydi. Samimiy so'zlaringiz esa qalbimizga taskin beradi. Men har doim siz bilan faxrlanaman. Hayotimda sizdek mehribon opam borligi uchun Yaratganga cheksiz shukr qilaman. Uyimizda tinchlik qushi bo'lgan, doim hammaga qo'llab-quvvatlab, mehrini ayamagan, tirgak bo'lib turgan insonsiz. Alloh cheksiz mehr muhabbatni, muruvvatni, rahmatini sizga yog'dirib qo'yaversin. Guldek xonadoningizni nurli bekasi, mehribon ona, suyukli yor, eng asosiysi esa eng suyukli banda bo'lib yurishligingizni tilab qolaman. Alloh taolo umringizni uzun, sog'lig'ingizni mustahkam qilsin. Bugungi tug'ilgan kuningiz opajonim muborak bo'lsin. Yo'qlamas meni bir kunda bir bor, lek sizni har kuni o'ylab yuraman. Bugun qalbimdagi netayin oshkor. Opajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Yonimda bo'lsangiz chindan kulaman. Har bir qilgan ishingizni mehribon Allohim qo'llasin. Opajon, men sizni juda qattiq yaxshi ko'raman deya samimiy, chiroyli niyat tilaklar siz uchun yuborilibdi. Sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat, sog' bo'lsin. Oilasini baxtiga, bizni baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Ilohim, inshaalloh aytganingiz kelsin. Doim siz ham sog'lik, omonlikda, qalb xotirjamligida yuring. Asli bandalarning yomonligini, birovga muhtoj bo'lishni ko'rmang. Alloh hasaddan, darddan o'zi sizni asrasin. Yuzingizdan, xonadoningizdan esa hech qachon chiroyli baxtni, mehrni ayirmasin opajon. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Kuningiz xayrli o'tsin opajon. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, go'ringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz.